Minobod mahallasiga tabiiy gaz olib kelindi. Xalqimiz juda ham minnatdor. Qishloqlarimiz obod bo'lyapti. Gaz hamma xonadonga bir xil. Bu uchun prezidentimizga minnatdorchilik bildiramiz. Vobkent tumani Xayrxush mahallasiga yashaymiz. Xalq nomidan Ro'za-o'yiga bir savob ishlar qilyapsizlar, baraka topsizlar. Oldin xalqimiz qiynaladi, turbalar ham yerda ostdan o'tgan edi. Yuqoridan olamiz. Gazni ham bosimlari yaxshi bo'lyapti. Shu qishga ham qiynalganimiz yo'q xalqimiz. Minnatdor. Bu yoqdan ichimlik suvi o'tyapti, bu yoqdan tabiiy gazimiz o'tyapti. Oxirgi xonadorimizgacha gaz yetib boryapti. Xalqimizning kayfiyati yaxshi, dumog'i chog'. Prezidentimizga katta rahmat.